issiqlik qari chiqyapti, ha, bug'lanyapti. Demak, bu yerda issiqlik bor. Parfyum sepilgan haligi salfetka ustiga qo'ydim. Nima bo'layotganini aytib beraman hozir. Parfyumlar uchun eng kerakli narsa bu issiqlik. Aynan bizning tanamizda bor. Shuning uchun tanaga sepishni ko'proq tavsiya beriladi. Aynan bu qismga emas. Bu qism tavsiya etilmaydi. Aynan mana bu o'sha bezlar bo'ladi, bo'qoq taraflar tavsiya etilmaydi. Orqa mana bu yerda katta tomirlar bor, qaynab yoqdan bu yoqqa yuradi. Shu joylarga sepganingizda shlefi o'sha parfyumingiz yana ham yaxshi bo'ladi. Aytganimdek, oddiy parfyumni zo'r qilib bermaydi, lekin sizni zo'r parfyumingizni yana ham zo'r otib beradi. Kiyimda turgan baribir kiyim sovuqqon bo'ladi, kiyim harorati bo'lmaydi. Qachon bo'ladi? Yoz faslida quyosh jazirama berganda kiyimga tegadi, ana o'shanda bo'ladi. O'sha paytda o'tkir parfyumda qiynashni boshlaydi. Hozirgi davrga lekin o'tkirroq yog'ochli parfyumlar qiynamaydi. Shulardan biri mana bu qo'limdagi Lattafadan Zervesniy parfyum bo'ladi, yog'ochli. Aka-ukalar, buni qaranglar, diqqat qilinglar. Biz doim shleyfini aytamizda, stoiksda turaveradi, 1 kun, 2 kun, 3 kun, shu yuganingizdan keyin ham turaveradi, lekin asosan tarqab turadigan vaqti 6-8 soat. Buni sepasiz, ko'chaga chiqasiz, biron joyga borasiz, yog'ochli hid hozirgi faslga, ya'ni salqinroq davrga juda ham mos tushadi. Men tavsiya qilaman hozirga. Mazaq seping, yozda keyin boshqa narsalarni tavsiya qilamiz, aynan jaziramaga. Xo'p, bu mahsulotni xarid qilsangiz ham bo'ladi. Narxi aytib o'tamiz. Eng zo'ri narx aytish bizda 390 ming so'm. Bemalol dastavkalari ham bizda bepul. Shuning uchun qaynoq joylarga seping.